Birinchisi, qiz bolani kamsiting, xunuksan, semizsan, burningni qara, kiyinishni ham bilmaysan. Ana shunda u dastur unda o'rnashib qoladi. Katta bo'lganida kimdir kamsitsa, buni tasdiqini topadi, chunki ota-onasi shunaqa qilgan. Ikkinchisi, agarda qaysarlik qilsa, uni uring. Ana shunda u yaxshi ko'rgan eng yaqin insoning urishi normal holat deya mana shu joyda o'rnashib qoladi. Uchinchisi, agarda e'tiroz bildirsa, unga nimadir yoqmasa, sen qayerdan ham bilarding, meni aytganim bo'ladi deng. Ana shunda kelajakda u xo'p bo'ladi deb chidab, o'zini e'tirozini ham bildirmasdan baxtsiz bo'lib yuraveradi. To'rtinchisi, emotsiyasini qadrsizlantiring. Qiz bola ham baqiradimi? Joni og'risa yoki yig'lasa, yum og'zingni, yig'lama deng. Ana shunda kelajakda ham lyuboy emotsiyasini ichiga yutib, chidab, og'rinib yuraveradi afsuski.